Hammaga salom Manga Dunyo oilasi. Yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda xursandman. Umid qilamanki, barchangizning kayfiyatingiz a'lo. Shu paytgacha sizlar bilan turli sehrlarga, ovchilarga, apokalipsislarga va g'ayritabiiy kuchlarga boy ko'plab asarlarni tomosha qildik. Ammo bugun butunlay boshqa olamga yo'l olamiz. Bugungi asarimiz Qotil Piter manhvasining birinchi qismi. Agar sizga John Wick filmlari yoqqan va haqiqiy professional qotillar dunyosi, shafqatsiz to'qnashuvlar hamda sovuqqon janglarni tomosha qilishni yoqtirsangiz, unda bu manhva sizga undan ham ko'proq yoqadi. Ko'pchilik ushbu asarni bejizga John Wickning koreyscha varianti deb atamaydi. Tezkor voqealar, mukammal jang sahnalari va kutilmagan burilishlar sizni birinchi bobidanoq o'ziga tortib ketadi. Agar keyingi qismlarni kutishni istamasangiz, ushbu manhvaning 112 ta bobi allaqachon mangadunyo.uz saytimizga o'zbek tilida professional tarzda tarjima qilinib joylangan. Video ostidagi havola orqali yoki brauzeringizga mangadunyo.uz deb yozib, hoziroq o'qishni boshlashingiz mumkin. Ishoning, bu asarni saytimizda o'qish sizga alohida zavq bag'ishlaydi. Bundan tashqari saytimizda yana ko'plab qiziqarli manga va manhvalar ham mavjud. Balki keyingi eng sevimli asaringizni ham aynan mangadunyo.uz saytimizdan toparsiz. Albatta saytimizga kirib, boshqa asarlarni ham ko'rib chiqing. Har doimgidek, agar Qotil Piter manhvasining mangadunyo.uz saytidagi sahifasi ostida 50 ta izoh qoldirilsa va ushbu videoga 1500 ta like yig'ilsa, keyingi qismini o'sha kunning o'zidayoq kanalga joylaymiz. Shunda ikkinchi qismni ham kutmasdan o'sha kunning o'zida tomosha qilishingiz mumkin. Oldindan barchangizga katta rahmat. Endi esa ko'p kutirmayman. Yoqimli tomosha. Hikoya senga qiziq bir voqeani aytib beraymi degan savol bilan boshlanadi. So'ng dunyoda turli qurolli guruhlar mavjudligi, ammo ularning barchasi qo'rqadigan yagona inson borligi aytiladi. Shunda Peter ismli kishi bir necha jasad ustida xotirjam o'tirgan holda ko'rinadi. Bosh qahramon esa eng hayratlanarli jihat uning qilgan ishlari emas, balki Peterning 60 yoshga kirgan odam ekanini aytadi. Jinoyatchilar to'qnashuvdan omon qolganlardan biri, qotillar uni ovlay boshlashidan oldin o'lganida afsona bo'lib qolishini aytadi. U masxaraboz niqobli odamga tashkilot qotillari ortidan tushganini tushuntiradi. Atrofdagi jasadlarni ko'rib, niqobli odam aslida Peter bo'lishi mumkinligini anglaydi. Ammo u hatto afsonaviy Peter ham millionlab qotillardan qochib qutula olmasligini aytib, Peter qanday qilib shu kungacha hech kimga ushlanmaganiga hayron qoladi. Peter undan javobni bilishni xohlashini so'raydi. Bosh qahramon omon qolgan odam tomon yurarkan, shuncha ta'qibchiga qaramay uni hech kim topa olmaganini aytadi. So'ng Peter niqobini sekin yechib, asl haqiqatni ochib bera boshlaydi. Ko'rgan manzaradan omon qolgan jinoyatchi hayratdan qotib qoladi. Ammo sirni bilgan zahoti u ham o'ldiriladi va oxirgi lahzada rostdan ham qarshisidagi afsonaviy Peter bo'lganmi deya o'ylaydi. Shundan so'ng voqealar 3 oy avvalga qaytadi. Kitob do'konida yoshi katta bir kishi aksiya e'lonini ilayotgan paytda tanishi unga endi ishlamasligini aytadi. U kasalxonaga borishni, qo'ng'iroqlarni e'tiborsiz qoldirmaslikni, aks holda 3 oy ichida vafot etishni ogohlantiradi. Chol esa ichishi kerak bo'lgan dorilarga qarab turib, o'limdan qo'rqmasligini aytadi. Sababi u 50 yil davomida qotillar tashkilotiga xizmat qilgan va o'tgan hayotidan afsuslanmasdi. Shu payt u fotoalbomga qarab, umrida biror marta ham o'z suratini tushirmaganini o'ylaydi. Javonlarni tartibga solayotganida do'konga maktab formasidagi bir qiz kirib keladi. Qiz boshlang'ich sinf darsliklarini izlayotganini aytadi. Chol tabassum bilan uning eski kitob do'konida har qanday kitob topilishini aytadi. Qiz eski kitoblar ham bormi deb so'ragach, u 60 yillardagi nashrlardan tortib eng yangilarigacha borligini va xohlasa eng so'nggi nashrlarni ham berishini aytadi. Qiz esa kitoblar ukasi uchun kerakligini tushuntiradi. Chol unga qarab, yuqori sinf o'quvchisi ekanini so'raydi. Qiz buni tasdiqlaydi. So'ng nishoniga qarab, 3-kursda ekanini aytadi va qiz uning buni qanday bilgani uchun hayratda qoladi. Stolga qaragan qiz izlagan kitoblari allaqachon o'rab qo'yilganini ko'radi. Pulim yetmaydi desa ham, chol ularni bemalol olib ketishni aytadi. Kitoblarni o'ramidan chiqargach, chol hech bo'lmasa ular chang bosib yotmay foyda berishini aytadi. Qiz sovg'ani olishni istamaydi. Ammo chol uning ukasini qanchalik yaxshi ko'rishni sezganini aytib, imkon borida unga mehr ko'rsatishni maslahat beradi.
aks holda keyin afsuslanishi mumkinligini qo'shib qo'yadi. Shunda qiz undan hayotida afsuslangan ishlari bo'lganmi deb so'raydi. Chol sukutga cho'mib, inson qancha uzoq yashasa, afsuslari ham shuncha ko'payishini aytadi. U xotirasida bir qizni olib ketishayotganini va bu omon qolishning yagona yo'li ekanini eslaydi. So'ng o'tgan ishlardan afsuslanish foyda bermasligini aytib, qizga ukasini asrashni yana bir bor tayinlaydi. Oxirida esa ketishini, agar uni o'ldirish fikridan voz kechsa, o'ziga tegmasligini aytadi. Shunda qiz chol boshidanoq uning asl maqsadini bilganini anglab qoladi. Bosh qahramon qizning rejasini boshidanoq bilganini aytadi. U mahalladagi barcha o'quvchilarning yuzini yod olganini, qizdan 3-kursda o'qiysanmi deb so'raganida esa shubhasi tasdiqlanganini tushuntiradi. Chunki o'sha hududdagi maktab faqat 2-kursgacha edi. Shunda qiz uning hammasini oldindan bilgani ayon bo'ladi. Cholatir pichoqdagi qon hidini yashira olmasligini, bu hidni butun umri davomida tanib kelganini aytadi. Rejasi fosh bo'lsa ham, qiz hujum qilishga urinadi. Biroq qarshisidagi odamni yenga olmasligini his qilib ikkilanadi. Cholning qat'iy nigohi uni hayratga soladi. Keyin esa qiz so'ragan kitoblarni tayyorlab qo'yganini ko'rsatadi. U ukasi haqidagi gap rostligini sezganini, odamlarni yillar davomida bir qarashdayoq taniy oladigan bo'lib qolganini aytadi. So'ng qiz ham o'zi kabi shuhrat bolalar uyida ulg'ayganini ochiqlaydi. Chol qizga ikkalasi bir xil tarbiya olgan bo'lsa ham, u hali hech narsani o'rganmaganini aytadi. So'ng bu tashkilotda har bir muvaffaqiyatsiz topshiriq uchun zaxira reja bo'lishini tushuntiradi. Shu zahoti qiz tomon otilib, bo'ynidan ushlab chetga tortadi va haqiqiy B reja endi boshlanishini aytadi. Qiz nima bo'layotganini tushunmay turganida tepaga qarab, uni yo'q qilish uchun kelgan 2 qotilni ko'radi. Peter darhol uning oldiga chiqib, o'qlarni o'z tanasi bilan to'sadi. U B reja asl nishon bilan birga yuborilgan agentlarni ham yo'q qilish ekanini aytadi. Qiz esa Peter uni himoya qilayotib, qornidan o'q yeganini ko'rib hayratda qoladi. Ammo qotillar hujumni davom ettiradi. Peter qurolini olib qarshi chiqadi, biroq ular qizni garovga oladi. Shu sabab u bir lahza ikkilanadi va ikkinchi qotil yuziga kuchli zarba beradi. Qotil Peterni bunchalik oson mag'lub bo'lgani uchun masxara qiladi. Shu payt 3-qotil paydo bo'lib, Peter qanchalik afsonaviy bo'lmasin, kasal holida uni yengish osonligini aytadi. U 8 oyoq laqabli boshliqning xabarchisi ekanini aytib, aynan uning buyrug'i bilan kelganini tushuntiradi. Peter nega uni o'ldirmoqchi ekanliklarini so'raydi. Xabarchi boshliq undan ranjiganini aytadi. So'ng 8 oyoq Peter nafaqaga chiqqanidan keyin uning boshiga 76 milliard won mukofot qo'yilganini tushuntiradi. Peter bu umr davomida yig'gan pullari ekanini tushunadi va xabarchi buni tasdiqlaydi. Rejaga ko'ra, Peter o'lgach barcha pul uni o'ldirgan odamga berilishi kerak edi. Buni eshitgan 8 oyoq pulni o'zi olishga berilib ketadi va Peterni aynan o'zi o'ldirishni buyuradi. Shundan so'ng uni urgan qotil yana hujum boshlaydi. Qotil Peterga indamay o'lishini aytib, ketma-ket zarbalar bera boshlaydi va uni boshqa xonaga uloqtiradi. Uni hushidan ketdi deb o'ylagan qotil hammasi juda tez tugaganidan hafsalasi pir bo'ladi. 8 oyoq yaqinlashganida esa Peter kutilmaganda yorug'lik granatasini tashlaydi. Portlashdan foydalanib, orqa eshik orqali qochib ketadi. Qotillar uning buni oldindan rejalashtirganini tushunib, yarador bo'lsa ham uzoqqa bora olmasligini aytib, ortidan quvadi. Bularni ko'rgan qiz hayratda qoladi. Shu payt yomg'ir ostidagi bog'da Peter yiqilib, zo'rg'a o'rnidan turishga urinadi. U yoshi sabab avvalgidek jang qila olmayotganidan afsuslanadi. So'ng butun umri tashkilot bilan bog'liq bo'lganini eslaydi. Yoshligidan pichoq ishlatish, odam o'ldirish, hakerlik va telefonlarni kuzatishni o'rganib ulg'aygan edi. U hatto sovuqdan aziyat chekayotgan rossiyalik josus bilan birga omon qolish uchun kurashgan, terrorchilar guruhiga qarshi jang qilgan kunlarini ham eslaydi. Peter hammasi yangi boshliq kelganidan keyin o'zgarganini o'ylaydi. Boshliq kasalligi sabab uni endi foydasiz deb bilib chetga chiqarishga qaror qilgan edi. Peter tashkilot uchun sarflagan yillari evaziga na maqtov, na mukofot kutganini aytadi. U faqat o'zlarini uni shunday tashlab yubormasliklarini istagan edi. Endi esa shu tarzda o'lishni va umr bo'yi yirgan pullari ularning qo'liga tushishini qabul qila olmaydi. Chunki bu pullarni qizi uchun qoldirmoqchi edi. Shu payt u qon yo'qotib yiqiladi. Boshqa tomonda 8 oyoqning yashirin joyida 2 qotil mukofot pulidan ayrilganidan shikoyat qiladi. Ulardan biri bu summa Peterning obro'si sabab shuncha katta bo'lganini aytadi. Bu uning hayotidagi ilk surati edi. Shu payt 2 qotil ortiga qarab, Peterning kiyimidagi qora sochli yigitni ko'radi.
Ular bu Peter emasligini tushunadi, chunki tashqi ko'rinishi butunlay boshqacha edi. Yigit uyg'onganida o'zini shu holatda ko'rganini aytadi. Qotillardan biri uni oddiy talaba deb o'ylab, yelkasidan ushlab tashqariga chiqarishga urinadi. Ammo yigit uning bilagidan mahkam ushlab, hamma gapni bilishini va o'zini sakkizoyoqning oldiga olib borishni talab qiladi. Shu onda qotillar uning ham o'zlari kabi qotil ekanini sezadi. Ulardan biri bunday odamni tirik qoldirib bo'lmasligini aytib hujum qiladi. Ammo yigit zarbani osonlik bilan ushlab qoladi. Qotil uning kuchidan hayratga tushib, avval ham Peterdan shunday yengilganini eslaydi. Shundan so'ng yigit qo'lini siqib, qotilning mushtini ezib tashlaydi. Ikkinchi qotil ortidan pichoq bilan hujum qilib, Peterni chalg'itmoqchi bo'ladi. Ammo Peter darhol qarshi hujum qilib, ketma-ket zarbalar bilan uni yiqitadi. Birinchi qotil pichog'ini ko'tarib, uni kim yuborganini so'raydi. Peter esa pichoqni mukammal ishlatadiganlar 3-darajali qotillar bo'lishini aytadi. Barcha qurollarni ishlata oladiganlar esa 2-daraja ekanini tushuntiradi. So'ng qo'liga sakkizoyoqni olib, 1-darajadagi qotillar har qanday buyumni qurolga aylantira olishini aytadi. Qotil bunga kulib hujum qiladi, ammo Peter sakkizoyoq bilan uni uzoqdan qurolsizlantiradi. Keyin uni paychalari bilan bo'g'ib, qozonlar tomon uloqtiradi va qaynab turgan suyuqlik solingan qozonga tashlaydi. Qozon ham parchalanib ketadi. Yerda yotgan qotil esa qarshisidagi odam aslida kim ekaniga hayron qoladi. Peter o'zi haqidagi suratni qo'lga olib, sakkizoyoq aytgan mukofotni eslaydi. Suratga tikilib, yuzining yagona rasmi shu bo'lganmi deb o'ylaydi. So'ng uyg'onganida qanday qilib yana yosh holiga qaytganini eslaydi. U sigaret yoqib, suratni yoqib yuboradi va endi ular qidirayotgan Peter allaqachon o'lganini aytadi. Shu bilan uning yoshargan yangi qiyofasi ko'rinadi. Boshqa tomonda sakkizoyoq mashinada ketarkan, Peterni yo'qotganidan jahli chiqadi. U yordamchisiga Peterni tezroq topish kerakligini aytadi. Saraton sabab uzoq yashamasligini o'ylasa ham, Peter oxiri baribir ularga taslim bo'lishini aytadi. Shu payt Peter sakkizoyoq boshqaradigan restoranga kiradi, ammo uni topa olmaydi. U bu holat sakkizoyoqning umrini biroz uzaytirganini aytib, metro tomon yo'l oladi. Hojatxonadagi g'alati yigit esa odamlarning e'tiborini tortadi. Peter ko'ylagini yechib, oynaga tikilgancha yoshargan qiyofasiga hayrat bilan qaraydi. U saraton kasali ham, qotillar bilan jangda olgan o'q yarasi ham butunlay yo'qolganini payqaydi. Shunda u rostdan ham yana yosh bo'lib qolganini tushunadi. Endi hech kim uni tanimasligini, chunki bunday yosh yigitni Peter deb hech kim qidirmasligini o'ylaydi. E'tibor tortmaslik uchun kiyimini almashtirish kerakligini anglaydi. Shu payt ikki erkakning 80 million vonlik ish haqida gapini eshitib qoladi. Ular onasining dorisi uchun pul izlagan yigitni shartnoma bilan aldaganini aytib pulshadi. Chekish taqiqlangan joyda sigaret chekayotgan erkaklardan biri qimmat kiyimi va soati odamlarni hech o'ylamasdan imzo qo'yishga ishontirishni aytadi. Shunda Peter ularning yoniga kelib, bu yerda chekish taqiqlanganini aytib, sigaretlarni o'chirishni so'raydi. Ammo bu gap erkaklarning jahli chiqishiga sabab bo'ladi. Ular kattalarga hurmat bilan gapirish kerakligini aytib, Peterni koyiydi. Ulardan biri uning yuziga tarsaki tushirib, kayfiyati buzilmasidan ko'zdan yo'qolishini aytadi. Peter esa janjaldan qochayotgandek hammom eshigi tomon yuradi. Biroq eshikni ichkaridan qulflab, bu ishni tez tugatishga qaror qiladi. So'ng yana ularning oldiga qaytadi. Erkaklar yana unga baqira boshlaydi. Peter yenglarini shimarib, sharqda kattalarni hurmat qilmaydiganlarning oqibati qanday bo'lishini ko'rsatishni aytadi. Uni urgan erkak yana tarsaki tushirmoqchi bo'ladi, ammo Peter 2 aniq zarba bilan uni yerga qulatadi. Ikkinchi erkak pichoq chiqarib tahdid qiladi. Peter esa bu pichoqni taniy olishni, uni noto'g'ri ushlab turganini va shunday siltasa, o'z barmoqlarini kesib olishni aytadi. Erkak jahli chiqib, pichoqni sanchmasdan ham Peterni qo'rqita olishni aytadi. Peter esa odam birovni pichoqlamoqchi bo'lsa, qo'lini bunday oldinga cho'zib turmasligini tushuntiradi. Erkak darhol hujum qiladi, ammo Peter bir harakat bilan chetga chiqib, pichoqni tortib oladi va bitta kuchli zarba bilan uni ham yiqitadi. Og'riqdan baqirayotgan erkakka Peter agar pichoq ishlatganida allaqachon o'lgan bo'lishini aytadi. Qo'rqib ketgan erkak undan kimligini so'raydi. Peter esa ishi ularga aloqasi yo'qligini, ammo kimligini bilib qolishsa, ularni tirik qoldira olmasligini qulog'iga pichirlab aytadi. Shundan so'ng erkak qo'rquvdan o'zini tuta olmay qoladi. Hojatxonadan chiqqan Peter telefonni tekshirib 76 milliard voni yo'qolganini ko'radi.
Bu holatdan jahli chiqib, qaroqchilardan birining kiyimini kiygancha bekat bo'ylab yuradi. Yo'lda ketayotib, Peter bir qizning shuhrat klubidan stipendiya olgani haqida gapirayotganini eshitadi. Har safar yangi manga yoki manhva topasiz. Ammo uning o'zbekcha tarjimasini topa olmaysizmi? Endi bunga yechim bor. mangadunyo.uz dunyodagi eng mashhur manga va manhvalarni sifatli o'zbekcha tarjimada o'qishingiz mumkin bo'lgan platforma. Sevimli mangalaringiz endi bir joyda. Hoziroq mangadunyo.uz saytiga kiring va sevimli manga hamda manhvalaringizni o'qishni boshlang. O'zbek tilida sifatli manga o'qish aynan shu yerdan boshlanadi. Shunda u o'zi ham bolaligida Shuhrat bolalar uyida ulg'ayganini aytadi. Avvallari bu joy diniy tashkilot tomonidan boshqarilgan, ammo 50 yil o'tib siyosat va biznesga ta'sir qiladigan yirik kartelga aylangan. Tashqarida esa Shuhrat klubi nomi bilan faoliyat yuritayotgan edi. Peter aynan shu tashkilot a'zosi bo'lganini aytib, endi uni o'z qo'li bilan yo'q qilishga qaror qiladi. Shu payt qassobxonada bir jinoyatchining yo'lini sakkizoyoq to'sadi. U Petersiz uni yengish juda osonligini aytadi. Jinoyatchi esa faqat Peterga suyanadiganlar yosh o'ladi deb kuladi. Sakkizoyoq esa kimning qachon o'lishi muhim emasligini aytib, ishni tez tugatishni buyuradi. Buni eshitgan jinoyatchi uning o'ziga haddan tashqari ishonayotganidan kulib yuboradi. Shundan so'ng u muammoni hal qilish uchun Vaknam yo'llanma askarlar guruhini chaqirganini aytadi. Jinoyatchi esa Sakkizoyoq Shuhrat klubining 12 havoriydan biri emasligini bilib, uning nega bunchalik ishonch bilan gapirayotganiga hayron qoladi. U darhol odamlarga hujum qilishni buyuradi va hammasi bir vaqtning o'zida Sakkizoyoqqa tashlanadi. Ammo oradan ko'p o'tmay, jinoyatchi yerda titrab o'tirgancha atrofi qonga belangan dahshatli manzarani ko'radi. Sakkizoyoq g'ayrioddiy egiluvchanligi bilan tanasini odamga xos bo'lmagan tarzda bukib, raqiblardan birining tanasini burab tashlaydi. Qolganlarni ham tezda yo'q qilgach, jinoyatchi tomon yuradi. Keyin restoranga qaytgan Sakkizoyoq Peter uning odamlarga hujum qilganini eshitadi. Hech qanday dalil ham, iz ham qolmaganini bilgach, bunday ishni faqat bitta odam qila olishini aytadi. Sakkizoyoq bu ish ortida Peter turganini aytib, u endi odamlarni birma-bir yo'q qila boshlaganini o'ylaydi. U Peterning boshiga qo'yilgan mukofot tez orada kamayishini aytib, uni imkon qadar tezroq yo'q qilishni buyuradi. Qizga esa Peterning qayerdaligi ma'lum bo'lishi bilan darhol xabar berishni tayinlaydi. Shu payt restoran zaliga kirishsa, u yerda notanish yigit o'tirgan bo'ladi. Yordamchisi undan joyband qilganmi deb so'raydi. Yigit esa biron emas, adovati borligini aytadi. Sakkizoyoq gap pul haqida ekanini so'raganda, u 76 milliard vonni tilga oladi. Buni eshitgan Sakkizoyoq darhol eshiklarni qulflashni buyurib, bu yerdan tirik chiqmasligini aytadi. Ammo Peterning qiyofasi butunlay o'zgargani sabab uni tanimay, bu yigit Peterning o'g'li yoki shogirdi bo'lsa kerak deb o'ylab, asl maqsadi nima ekanini tushunishga urinadi. Sakkizoyoq bu yigit na Peterning o'g'li, na shogirdi bo'lishi mumkinligini o'ylaydi. Undan ma'lumot olish uchun ikkita yo'l taklif qiladi. Birinchisi, Peter qayerdaligini aytsa tirik ketadi. Ikkinchisi esa jim tursa, odamlar uni o'ldiradi. Peter esa stol ustidagi ovqatni bemalol yeya boshlaydi va bu bilan ularni ataylab jahlini chiqaradi. Xabarchi hech kim bunday ogohlantirishdan keyin omon qolmaganini aytadi. Shunda Peter uchinchi yo'l ham borligini aytib, o'zi Peter ekanini aytadi. Sakkizoyoq bunga ishonmay, uning gapiga hayron qaraydi. Peter esa yosh bo'lsa ham qulog'i yaxshi eshitmasligini masxara qilib, odamlarni aynan o'zi yo'q qilganini aytadi. Sakkizoyoq bunga ishonsa ham, uning Peter ekaniga ishonmaydi va nega bunday qilganini so'raydi. So'ng rostini aytishni buyurib, qiz tomonga bir qarab olgan Peterni kuzatadi. Peter endi boshqa yo'l qolmaganini aytib, gapirishga qaror qiladi. Qo'liga ovqat tayoqchasini olib, Sakkizoyoq uni shunchaki o'ldirsa, hammasi osonroq bo'lishini aytadi. Sakkizoyoq yordamchisiga hech bo'lmasa tirik qoldirishni buyuradi. Yordamchi qurolni Peterga qaratadi, ammo o'q uzishga ulgurmay, bo'yniga nimadir sanchiladi. U yerga qulaganida qiz uning bo'yniga ovqat tayoqchasi kirganini, ikkinchi tayoqcha esa qurolning stvoliga tiqilib qolganini ko'radi. U Peter bir zarba bilan muhim nuqtaga tekkizganini tushunib, bunday mahorat Shuhrat klubida ham, butun mamlakatda ham yo'qligini o'ylaydi. Sakkizoyoq esa buni omad deb hisoblab, yigitni yoqtirib qolganini aytadi va o'z safiga qo'shilishni taklif qiladi. Ammo keyingi lahzada to'pponchasini chiqarib, jahl bilan ketma-ket o'q uza boshlaydi. Peter esa stolni qalqon qilib, barcha o'qlardan himoyalanadi. Xabarchi uni masxara qilib, hali juda yoshligini va oddiy stol bilan o'qlardan himoyalanib bo'lmasligini aytadi. Sakkizoyoq quroliga yana o'q solib, Peter qayerdaligini so'raydi va unga qo'shilishni taklif qiladi.
Aks holda shu yerning o'zida o'lishini aytib, stol yoniga yaqinlashadi. Ammo stol ortiga qarasa, Peter g'oyib bo'lgan, polga to'kilgan qizil suyuqlik esa qon emas, sous ekanini ko'radi. Sakkizoyoq jahli chiqib, uni butun restoran bo'ylab qidira boshlaydi. Bora-bora sabri tugab, uni arvohga o'xshatadi. Shu payt ustunga osilib turgan Peterni ko'rib qoladi. Peter og'zidagi sousni to'satdan uning yuziga tupuradi. Sakkizoyoq bir lahza ko'rolmay qolganida, Peter qo'liga zarba berib, nishonini buzadi. Keyin ikkinchi qo'li bilan to'pponchasini qismlarga ajratib tashlaydi va qurolsiz qolgan sakkizoyoqqa ketma-ket zarbalar bera boshlaydi. Xabarchi Peterning nihoyatda tez harakat qilganini ko'rib, u rostdan ham oddiy yigitmi deb hayratga tushadi. Peter esa raqibining bo'ynini burab, uni butunlay mag'lub qiladi. Sakkizoyoq yigitning mahoratini ko'rib, umrida bunaqa kuchli raqibni uchratmaganini o'ylaydi. Shu payt u mashg'ulotlarni eslab, raqibning hushyorligi pasaygan lahzadan foydalanish eng muhim usul ekanini yodga oladi. Aynan o'sha paytda u faqat o'ziga xos bo'lgan o'ta egiluvchanlik usulni yaratgan edi. Murabbiylari uni tanasini tobora ko'proq bukishga majbur qilib, shu yo'l bilan dushmanlarni yo'q qilishga o'rgatgan. Ammo ular g'alaba qozondim deb ortga o'girilib ketish eng xavfli xato ekanini ham aytishgan. Shu ishonch bilan sakkizoyoq to'satdan Peterning oyog'idan ushlab, tanasi bilan uni chirmab oladi va harakatini cheklab, tanasini bura boshlaydi. Sakkizoyoq Peterni tugatdim deb o'ylayotganida tepadan "Qancha vaqt meni ushlab turmoqchisan?" degan ovozni eshitadi. U boshni ko'tarib qarasa, Peter tepada turib uni kuzatayotgan bo'ladi. Shunda u burayotgan odam Peter emas, allaqachon o'lib bo'lgan o'z yordamchisi ekanini tushunadi. O'sha zahoti yillar davomida orttirgan tajribasi bu yigit uni albatta o'ldirishni his qildiradi. U hatto Peter Shuhrat klubining 12 havoriydan ham kuchliroq bo'lishi mumkinligini o'ylaydi. Qo'rquvga tushgan sakkizoyoq darhol muzokara qilishni taklif qiladi. U qizni oldinga tortib, tajribasi bo'lmasa ham foydasi tegishini aytib, uni topshirishga tayyorligini bildiradi. Qiz bunga qarshi chiqadi, ammo sakkizoyoq jim turishni buyuradi. Peter rozi bo'lgandek javob beradi. Bundan xursand bo'lgan sakkizoyoq uni aqlli yigit deb maqtaydi va kelishuv amalga oshdi deb o'ylaydi. Sakkizoyoq hech narsani ko'rmagandek bo'lishini, qizni esa Peter xohlaganicha olib ketishi mumkinligini aytib, keyinroq bu yigit haqida ko'proq ma'lumot topishni o'ylaydi. Ammo Peter uning avval eslagan "yo o'ldir, yo o'l" qoidasini aytadi. Shu zahoti sakkizoyoq mashg'ulotlari va Peter aytgan gaplarni birma-bir eslab, hammasini tushunadi. U yigitdan xuddi Peterdagi kabi dahshatli bosimni sezadi. Hech kim Peter bilan uchrashib tirik qolmaganini eslaganida, Peter buni tasdiqlab unga tashlanadi. Bir lahzada sakkizoyoqning qo'l-oyoqlari va bo'yni burab tashlanadi. Oradan ko'p o'tmay uning o'lgani tasdiqlanadi. Yuqoridagilar voqea joyiga yetguncha kameralar olib tashlanganini va hech qanday dalil qolmaganini aytadi. Shu payt Tomda bir qo'lda mashq qilayotgan yetakchi 76 milliard vonlik SSS darajadagi mukofot endi Shuhratning barcha qotillariga e'lon qilinishini aytadi. Endi Shuhratning barcha qotillariga Peterni ovlashga ruxsat beriladi. Shaharda odamlar yurayotgan paytda bir bola tashqi ekrandagi e'longa ishora qiladi. Peter qarasa, qariyalar uchun bepul ovqat dasturi reklamasida o'zining yagona surati ishlatilganini ko'rib, endi hamma joyda uni qidirishayotganini tushunadi. Ko'chada ketayotib Shuhrat tarqatayotgan varaqani oladi va unda ham o'zi haqidagi ma'lumotlarni ko'radi. Shunda u ularni izlashning hojati yo'qligini, chunki o'zi ularning ortidan borishini aytadi. Peter Shuhratni yo'q qilish uchun yordam kerakligini tushunadi va xayoliga faqat bitta odam keladi. Ammo u bilan uchrashishni istamaydi. Ko'p o'tmay tashlandir binoga kirib, yerda uxlayotgan odamlarni ko'radi. So'ng ularni chetlab o'tib, devordagi organ savdosi va fohishalik e'lonlari orasidan kerakli narsani izlay boshlaydi. Oxiri u devordagi yashirin bo'shliqni topadi. Uni bosishi bilan maxfiy yo'lak ochiladi. Peter pastga tushib, hashamatli xonaga kiradi va bu joy butunlay ta'mirlanganini ko'rib, bunga juda ko'p pul ketganini o'ylaydi. Shu payt kimdir bo'yniga yaqin joyga tayoq tirab uni to'xtatadi. Peter bunday joy uchun ipak kiyimlar va qimmatbaho buyumlar shart emasligini aytadi. Qarshisida qo'lidagi hassasini unga qaratgan ko'zi ojiz ayol va uning yo'l ko'rsatuvchi iti turardi. Ayol kulib, tinchlik tugaganga o'xshaydi. Endi yana jasadlardan qutulishga to'g'ri keladi deydi. So'ng u Peterni hidlab, undan ichkilik hidi kelmayotganini sezadi va uni oddiy daydi emasligini tushunadi. Qon hidi juda kuchli ekanini sezib, uni Shuhrat yuborganmi deb so'raydi va hassasi bilan zarba beradi. Ammo Peter zarbdan osonlik bilan qochadi. Ayol tinmay zarba berishda davom etadi,
Ammo Peter uning barcha hujumlaridan chaqqonlik bilan qochadi. Oxiri devor yonida siqilib qolganida ayol hassasini unga qaratadi. Keyin hassasini otib, devor qog'ozi juda qimmatligini aytib, ehtiyot bo'lishni so'raydi. Peter yana chetga chiqadi va devorga sanchilgan hassaga qarab o'yga to'ladi. U ayol rostdan ham ko'zi ojizmi deb hayron qoladi, chunki mahorati nihoyatda yuqori edi. Ayol esa o'zini maqtaydi. Nihoyat Peter uning oyog'idan ushlab ag'darib yuboradi va divanga uloqtirib jangni tugatmoqchi bo'ladi. Ammo ayol darhol pichoq chiqarib, Shuhratda bunday kuchli odam borligini kutmaganini aytadi. So'ng Peterdan endi qon hidi kelmayotganini sezadi. Shunga qaramay, bugun baribir kimdir o'lishi kerakligini aytib, iti Alexander Makkinga hujum qilishni buyuradi. Peter esa itning o'ziga tashlanayotganini ko'radi. Ammo Alexander Makking Peterni ko'rishi bilan tinchib qoladi va bu holat ayolni hayratga soladi. Peter bo'lgan voqealarni tushuntirgach, ayol uning rostdan ham yosharganini payqaydi. U yuziga tegib, terisi ancha silliq bo'lib qolganini aytadi va bunga ishona olmaydi. Keyin to'satdan o'zini iti bilan birga yerga tashlab, Peter aynan shunday holatda o'lganmi deb so'raydi. Hatto o'zi ham buni sinab ko'rmoqchi ekanini aytadi. So'ng yana yaqinlashib, uni nima o'ldirganini bilsa, o'zi ham xuddi shunday qilishini aytadi. Peter uning peshonasiga yengil urib, rejasini tushuntira boshlaydi. Ayol esa Shuhratga qanday qarshi chiqmoqchi ekanini so'raydi. Peter esa Shuhratning o'zi uni qidirayotganidan foydalanib, ularni o'z tuzog'iga tortishni aytadi. Buning uchun esa Shuhrat klubiga yangi qotil sifatida kirishni rejalashtirganini aytadi. Ayol bu rejadan xavotirga tushadi. Peter esa bu aqldan ozgandek tuyulishini aytadi. Ammo u yoshargani uchun endi hech kim uni tanimasligini eslaydi. Demak, hamma eski Peterni qidirayotgan paytda u barchani o'z tuzog'iga tortishi mumkin edi. Bu fikr ayolni hayratga soladi va u Peterni haqiqiy dahshatli odam deb aytadi. Peter esa uning o'zi bundan ham xavfliroq ekanini aytib kuladi. Shunda ayol Shuhrat qotiliga aylanish uchun albatta Shuhrat bolalar uyida ulg'aygan bo'lish kerakligini eslatadi. Peter ham o'sha yerda ulg'ayganini, ammo hozirgi qiyofasi oddiy begona yigit ekanini aytadi. Biroq Peter buning ham yo'lini topganini aytadi. Ertasi kuni ilohiy Shuhrat maktabiga yangi o'quvchi keladi. Chiroyli yigitni ko'rgan qizlar uning e'tiborini tortishga urinadi. Peter esa Kim Sun Mu nomi bilan tanishib, yangi hayotini boshlaydi. Shu payt bir qiz uning oldiga kelib, majlislar zaliga taklif qiladi. Peter javob bergach, qizlar uning yoqimli ovoziga yana bir bor mahliyo bo'lishadi. Zal tomon ketayotganida o'qituvchilardan biri hazillashib, qaysi qizni yoqtirishini so'raydi. Ammo boshqa o'qituvchi uni darrov to'xtatadi. Peter bu maktab tashqaridan oddiy ko'rinsa ham, aslida qotillar tayyorlaydigan maskan ekanini aytadi. Maxsus sinfda o'quvchilarga yashirincha qotillik sirlarini o'rgatishardi. Uning maqsadi o'sha sinfga kirib, boshqa o'quvchilar orasida bilinmay harakat qilish edi. Zalga kirgach, ko'zi ojiz ayoldan xabar keladi. Ayol qotillar sinfiga faqat Shuhrat bolalar uyida ulg'ayganlar kirishini eslatadi. Peter esa bitta istisno borligini aytadi. So'ng sahnaga chiqib o'zini tanishtiradi. Qiziqishlari va qobiliyatlarini aytadi hamda oxirida qotil bo'lishni xohlashini e'lon qiladi. Peterning gapini eshitib, hamma, hatto ko'zi ojiz ayol bilan Alexander Makking ham hayratda qoladi. Aslida esa bu uning rejasi edi. Shu nutq orqali u qotillar sinfining e'tiborini tortib, ular o'zi bilan qiziqishini xohlagan edi. Vaziyatni yumshatish uchun Peter qotil bo'lish bilan birga o'qishda ham eng zo'ri bo'lishni istashini aytadi. Buni eshitgan o'quvchilar uni masxara qila boshlaydi. Shu payt bir yigit kelib, video olayotgan qizni itarib yuboradi. Bir guruh o'quvchi Peterning oldiga yig'iladi va u rejasi ish berganini tushunadi. Yigit Peterdan Yejin ismli qizni o'ziga rom qilmaganini so'raydi. O'zini Yang Yisel deb tanishtirgan yigit yig'lab, Yejin 22 kundan beri sevgilisi bo'lgani va maktabdagi eng mashhur qiz ekanini aytadi. Ammo Peter kelgach, u faqat unga qiziqa boshlaganidan shikoyat qiladi. Yang undan qasos olishga qaror qilib, Peterga tashlanadi. U mushtlari bilan butun Mapo hududini egallagan yigit sifatida tanilgan edi. Ammo Peter qarshi qaragan zahoti Yangni o'lim qo'rquvi bosadi. U o'zini hozir mag'lub bo'lishni tasavvur qilib, Yejinni himoya qila olmaganidan afsuslanadi. Vaholanki, bunga hech qachon urinmagan ham edi. Peter esa zarba berish o'rniga uning peshonasiga shunchaki chertadi. Shu zahoti Yang hushidan ketib yiqiladi. Aynan o'sha paytda maktab xodimi yetib kelib, maktabda mushlashganlari uchun ularni qo'ydi. U qizil kartani ko'rsatib, Peterning yuzini ushlab, otasi nima ish qilishni so'raydi. Peter esa, ehtimol u allaqachon o'lgandir deb javob beradi.
O'qituvchi uni olib ketayotganida Yang mag'lubiyatiga bahona topishga urinadi. Shu payt qotillar sinfidagilar Peter bilan nima qilish haqida o'ylay boshlaydi. Qotillar sinfidagilar avval Peter haqida ko'proq ma'lumot topishga qaror qiladi. Agar kerak bo'lsa, uni keyin yo'q qilish mumkin deb o'ylashadi. Shu paytda Peter o'qituvchi ortidan ketayotgan bo'lsa ham, qizlar uni maqtashda davom etadi. Uni ko'rgan Li Yuna nega bu yerga kelganidan xavotirga tushib, Peter hammani yo'q qilmoqchi deb o'ylaydi. Har safar yangi manga yoki manhva topasiz. Ammo uning o'zbekcha tarjimasini topa olmaysizmi? Endi bunga yechim bor. mangadunyo.uz dunyodagi eng mashhur manga va manhvalarni sifatli o'zbekcha tarjimada o'qishingiz mumkin bo'lgan platforma. Sevimli mangalaringiz endi bir joyda. Hoziroq mangadunyo.uz saytiga kiring va sevimli manga hamda manhvalaringizni o'qishni boshlang. O'zbek tilida sifatli manga o'qish aynan shu yerdan boshlanadi. Ertasi kuni Li Yuna ovqatlanayotganida kimdir yoniga o'tirishga ruxsat so'raydi. Qarasa bu Peter edi. Hayratga tushgan qiz undan bu yerda nima qilayotganini so'raydi. Peter esa o'quvchilar tinmay ortidan yurganini aytib, nega yolg'iz o'tirishni so'raydi. Li Yuna och emasligini aytadi, garchi stolda juda ko'p ovqat bo'lsa ham. So'ng u avvalgi uchrashuvni eslaydi. Peter eski Peter. Hammasini qilganini aytsang omon qolasan degan edi. Li Yuna va'dasini bajarganini aytgach, Peter bu safar uning ortidan kelmaganini aytadi. Li Yuna uning sabab tashkilot o'zini kuzatayotganini aytib, shu kungacha qancha qiynalganini so'raydi. Peter esa aksincha, undan minnatdor bo'lish kerakligini, aynan o'zi sabab tirik qolganini aytadi. Ammo Li Yuna omon qolgan bo'lsa, bunga faqat o'zi sababchi ekanini aytadi. Peter esa bu joy naqadar xavfli ekanini va uning aslida kimligini hali tushunmaganini aytadi. Li Yuna bunga ishonmay ketmoqchi bo'ladi. Shunda Peter undan yordam so'rab, ikkalasi ham hali ko'p narsani bilmasligini aytadi. So'ng uning asl ismi Li Yuna ekanini aytadi. Qiz ortiga qaraganida esa Peter allaqachon g'oyib bo'lgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, maktab sport musobaqasi boshlanadi. Yugurish bo'yicha rekordchi Jonathan Peter uni oson ortda qoldirgach, yig'lab qoladi. Shu payt Peterni soyada turgan sirli bir kishi kuzatib turardi. Oradan biroz vaqt o'tib, Peter ko'rish tekshiruvidan o'tadi va barcha harflarni bemalol o'qiydi. Keyingi dars uy xo'jaligi bo'lib, o'quvchilar mevalarni chiroyli kesishni o'rganishadi. O'qituvchi undan avval meva kesganmi deb so'rab, pichoq bilan ehtiyot bo'lishni aytadi. Peter esa o'lmadan ulkan quyon yasab, barchani hayratda qoldiradi. O'qituvchi hatto u tirikdek ko'rinayotganini aytadi. Shu payt boshqa xonada bir guruh o'quvchi Peterni qo'ygan o'qituvchini o'rab olib, uning reaksiyasini videoga ola boshlaydi. Ular bahona tushirishdan boshqa nima qila olishni masxara qiladi. O'qituvchi qarshilik ko'rsatishga urinadi, ammo hech kim quloq solmaydi. O'quvchilar hissiy bosim qilgani uchun litsenziyasidan ayrilishi mumkinligini aytadi. Guruh yetakchisi uni jihozlar tomon itarib yuboradi. Sherigi esa videoni internetga joylashni taklif qiladi. Shu payt Peter bir qo'lda stakan, ikkinchisida axlat qutisi bilan ularning oldiga keladi. U o'qituvchiga nega hujum qilayotganini so'raydi. Uchovlon esa unga aralashmaslikni buyurib, qo'rqitishga urinadi. Peter bo'ysunmasa nima bo'lishini so'ragach, guruh yetakchisi uning kiyimiga tupurib kuladi. Peter jiddiy tikilib turganini ko'rgan yigit yana indamay ketishni aytadi. Ammo Peter yana bo'ysunmasa nima qilishlarini so'raydi. Jahli chiqqan yetakchi unga tashlanadi, biroq Peter barcha zarbalardan osongina qochadi. Atrofdagilar esa yigitni ura olmayotgani uchun ustidan kuladi. U nima sabab zarbalari tegmayotganini tushunmay turganida, Peter bitta tepki bilan uni yuztuban yerga qulatadi. Shunda ikkinchi yigit ortidan g'isht bilan hujum qilmoqchi bo'ladi. Ammo Peter bir lahzada burilib, u ulgurmasdan g'ishtni qo'lidayoq maydalab tashlaydi. Shundan so'ng uchovlon avval Peterdan, keyin esa o'qituvchidan uzr so'raydi. Ketayotib, adolat baribir g'alaba qiladi deb baqirishadi. Peter esa shuning uchun yutganini aytadi. So'ng o'qituvchidan ahvolni so'raydi. O'qituvchi uni koyimoqchi bo'ladi, ammo Peter eshitmagandek tutadi va ular videoga olgan telefonni unutib qoldirishganini payqaydi. O'qituvchi undan doim shunday bo'lganmi deb so'raydi va kutilmaganda boshiga tepadi. Peter zarbani osongina to'sadi. O'qituvchi shubhalari to'g'ri chiqqanini aytib, jang paytida ham uzatgan qahvadan bir tomchi ham to'kilmaganini ko'rsatadi. So'ng bu darajadagi jang qilishni qayerda o'rganganini so'raydi. Peter esa qasos olish niyatida ekanini, ammo kimdan qasos olishni aytmasligini bildiradi. U endi hamma narsasidan ayrilgani uchun o'zini tirik murdadek his qilishini aytadi. O'qituvchi undan ko'ngillilar klubiga qo'shilishni xohlaydimi deb so'raydi. Aslida bu ham Peterning rejasi edi, chunki u professor Li Guanyuning e'tiborini tortmoqchi bo'lgan.
Li Guanyu maktabdagi shuhrat qotillarini tayyorlaydigan murabbiy edi. Bu yerda ko'ngillilar klubi orqali eng iqtidorli o'quvchilar keyinchalik shuhrat qotiliga aylanishardi. Li Guanyu Peterning iste'dodini payqab, uni klub xonasiga olib boradi. Peter ichkariga kirgach, oddiy o'quvchilarga to'la xonani ko'rib hayron qoladi. Li Guanyu oldinga chiqib, barchaga e'tibor berishni buyuradi va Peter endi ular bilan birga bo'lishni aytadi. Li Yuna esa uning rostdan ham shu klubga kirganini ko'rib, yana hayratda qoladi. Peter unga qarab turganini sezgan qiz xavotirga tushadi. Peter esa hech narsa demasligini istab, uni tinchlantirish uchun ko'z qisadi. Li Yuna esa bunga hayron bo'lib qoladi. Li Yuna Peter keyingi nishoni o'zi bo'lishi mumkin deb o'ylab xavotirga tushadi. Peter o'zini tanishtirib, uni qabul qilishganiga barchaga minnatdorlik bildiradi. Shu bilan birga, bu xona qotillar tayyorlanadigan joyga umuman o'xshamasligini o'ylaydi. Shu payt Dokko Hyung va Dokko Je ismli ikki o'quvchi jahli chiqib, Shuhrat bolalar uyidan chiqmagan begona bu klubga qanday kirganini so'raydi. Peter esa aslida o'sha yerda ulg'ayganini ayta olmaydi. Li Guanyu yangi kelganlar uchun kichik kutib olish marosimi bo'lishini aytadi. Ikki yigit qonli zarbani boshlashni taklif qiladi. Peter nima demoqchi ekanini tushunmaydi, ammo ular qurollarni chiqargach, haqiqatdan ham shuhrat tarbiyasidan o'tganini anglaydi. Shu payt boshqa o'quvchilar uni chaqiradi. Li Yuna esa vaziyatni tinchlantirishga urinadi, chunki Peter ularning barchasini oson o'ldira olishni bilardi. Li Yuna ichida ularning barchasini qutqarishga urinayotganini o'ylaydi. Shu payt Dokko aka-ukalari Peterning oldiga kelib, u rostdan ham jang qila oladimi yoki faqat gapiradimi deb so'raydi. Peter esa shunchaki ozgina bilishini aytadi. Aslida esa 1500 dan ortiq jang qilganini eslaydi. Aka-ukalar bu uning oxirgi jangi bo'lishini aytib tashlanadi. Ammo Peter bitta harakat bilan ikkalasiga ham zarba beradi. Ular bu joy oddiy odamlar uchun emasligini, o'zlari dunyodagi eng zo'r qotil bo'lishni orzu qilishlarini aytadi. Ularning buti esa Shuhrat klubining 12 shogirdidan biri bo'lgan Peter edi. Begona odam bu yerga loyiq emasligini aytishadi. Peter esa ularning bir-birining gapini davom ettirishdan zerikkanini aytib, ikkalasiga birga hujum qilishni buyuradi. Aka-ukalar jahli chiqib, yana birga tashlanadi. Shunga qaramay, Dokko aka-ukalari o'zlarini g'olibdek tutib, holdan to'ygan va terga botgan bo'lsa ham maqtana boshlaydi. Boshqa o'quvchilar esa Peter qo'rqib chekingani uchun javob qaytara olmaganini aytadi. Shu payt Peter yo'lak bo'ylab ketayotganida, Li Yuna yana uning oldini to'sadi. U Peter ko'ngillilar klubini mensimayotganini va uni alday olmasligini aytadi. Li Yuna jangni boshdan oxirigacha kuzatganini aytib, Peter umuman kuch ishlatmaganini tushunganini bildiradi. Peter esa doim bor kuchi bilan jang qilishini aytib bahona qiladi. Ammo Li Yuna buning yolg'on ekanini isbotlay olishini aytadi. Chunki Dokko aka-ukalari terga botgan bir paytda Peter hatto nafas ham qisib qolmagan edi. Shundan so'ng Li Yuna uni devorga tirab, nega asl kuchini yashirayotganini va maktabda asl maqsadi nima ekanini so'raydi. Peter bir muddat Li Yunaga tikilib turadi. So'ng devor bo'ylab sirg'anib uning yonidan chiqib ketadi va yarim tun bo'lsa ham tushlik vaqti bo'ldi deb hazillashadi. Shu payt boshqa joyda avtobus haydovchisi tong o'tguncha ichimlik ichib o'tirardi. U avtobusni ijaraga bergani uchun $1 million dan ortiq pul olganidan xursand edi. Kelishilgan joyga borgach, u katta guruhni kutadi. Ammo to'xtash joyida faqat bitta odamni ko'radi. Haydovchi qolganlar qayerdaligini so'raydi. Notanish odam esa yolg'iz kelganini aytib, og'ir chamadonni uzatadi. Keyin yana bir nechta chamadonni ko'rsatib, bularni ham yuklash kerakligini aytadi. Haydovchi yuklarning ko'pligidan norozi bo'lsa ham, ishini davom ettiradi. Notanish odam undan chamadonlarda nima borligini topishni taklif qiladi. Ammo haydovchi bu garovni qabul qilmay, yo'lida davom etadi. Haydovchi orqa ko'zgudan notanish odamni kuzatadi. U esa butun yo'l davomida qo'llarini qovushtirib, xotirjam o'tiradi. Shu payt haydovchi chamadonlardan biri qimirlaganini eslab, xavotirga tushadi. Boshqa tomonda ko'ngillilar klubida Li Guanyu ularga Daeha guruhi prezidenti Choi Inson mehmon bo'lib kelishini aytadi. U o'quvchilarni jamoalarga bo'lishini, g'oliblar prezident tavsiyasi bilan maxsus sertifikat olishni tushuntiradi. Bu sertifikat shuhrat qotiliga aylanish uchun katta imkoniyat edi. Li Yuna bilan Peter ham buni tushunadi. Li Guangyu bu safargi vazifa o'g'irlangan bolani qutqarish ekanini aytadi. So'nggi paytlarda ko'plab o'smirlar o'g'irlanayotgani, ulardan biri esa Choi Insonning yagona o'g'li ekanini tushuntiradi. O'quvchilardan biri nega bu ishni politsiya emas, ular bajarishni so'raydi.
Li Guangyu esa prezident qasos olishni istayotganini aytadi. Li Guangyu bu vazifa faqat prezidentning o'g'lini qutqarishdan iboratligini aytib, qatnashmoqchi bo'lganlardan qo'l ko'tarishni so'raydi. Ammo hech kim qo'l ko'tarmaydi. Shunda u bu topshiriqni bajarmaganlar yana 2 yil qotil bo'la olmasligini aytadi. O'quvchilar bu vazifada qandaydir sir bor deb o'ylaydi. Shu payt Dokko aka-ukalari birinchi bo'lib rozi bo'ladi. Ammo Peter va Li Yuna ham ko'ngilli bo'lgani uchun ularni masxara qilishadi. Li Yuna esa Peterdan nega bu vazifaga yozilganini so'raydi. Jamoalar tanlangach, Dokko aka-ukalari o'g'rilarni urib kelish kifoyami deb so'raydi. Li Guangyu esa vazifaning asl tafsilotlarini tushuntiradi. Peter shuhrat qotiliga aylanish uchun yana bir imkoniyat kelganini tushunadi. Har safar yangi manga yoki manhva topasiz. Ammo uning o'zbekcha tarjimasini topa olmaysizmi? Endi bunga yechim bor. mangadunyo.uz dunyodagi eng mashhur manga va manhvalarni sifatli o'zbekcha tarjimada o'qishingiz mumkin bo'lgan platforma. Sevimli mangalaringiz endi bir joyda. Hoziroq mangadunyo.uz saytiga kiring va sevimli manga hamda manhvalaringizni o'qishni boshlang. O'zbek tilida sifatli manga o'qish aynan shu yerdan boshlanadi. Ammo avval ular istirohat bog'ida oddiy mehmon kabi harakat qilish kerak edi. Raqs guruhlari ularning oldidan o'tarkan, atrofdagilar ularni masxara qiladi. Dokko aka-ukalari buni qanday qilib qiziqarli vazifa deyish mumkinligini tushunmay qoladi. Ular raqqosalarga tikilib turgan paytda Li Yuna ovqat olishga ketib, ularning ko'zi faqat raqqosalarda qolganini aytadi. Shu orada Peterning oldiga qizlar kelib, aloqa raqamini so'ray boshlaydi. Faqat Li Yuna vazifani unutmaydi. U professor Li Guangyu prezidentning o'g'li aynan shu yerda o'g'irlab ketilganini eslaydi. Ularning vazifasi garovdagini qutqarib, o'g'irlovchilarni ushlash edi. Ammo Li Yuna bolaning tirik ekaniga shubha qiladi. Peter qiziqayotgan joyni tekshirishni taklif qiladi. Ammo u yerga faqat brom bilan kirish mumkinligi aytiladi. Xodim ularni qaytaradi. Shundan so'ng Dokko Hyung jahli chiqib, xodim bilan tortisha boshlaydi va bu holat atrofdagilarning e'tiborini tortadi. Shu payt Peter kimdir ilovani yuklab olish kerakligini aytayotganini eshitadi. Ko'p o'tmay hamma shu ilovani tekshirish uchun yig'iladi. Dokko Hyung esa Li Yunadan hali ham vazifa haqida o'ylayaptimi deb so'raydi. Ammo Dokko aka-ukalari bolalar attraksioniga chiqib, shovqin ko'tara boshlaydi. Bu holat Li Yunaning jahlini chiqaradi. Shu payt Peter bilan Li Yuna o'q otish o'yiniga boradi. Sovrinni ko'rib, nima yutishlarini qiziqib kuzatishadi. Sotuvchi esa qo'g'irchoqlarga ataylab og'irlik qo'shgani uchun hech kim yuta olmasligiga ishonadi. Li Yuna o'yinchoq qurolni sinchiklab ko'rib, ilgari bunaqasini ushlamaganini o'ylaydi. Oxirida esa barcha sovrinlarni yutib, sotuvchini lol qoldiradi. Boshqalar istirohat bog'ida xursand yurgan paytda Peter ularni chetdan kuzatib, bu ularning birinchi marta bunday joyga kelishi bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Peter ularning bolaligi qanday og'ir o'tganini o'ylab, hech bo'lmasa bugun bemalol quvonishlarga imkon berish kerak deb hisoblaydi. Chunki keyingi safar yana shunday imkoniyat bo'lmasligi noma'lum edi. Oradan biroz vaqt o'tib, Li Yuna ovqat bahonasida boshqalardan uzoqlashib, vazifa haqida o'ylay boshlaydi. Shu payt u prezidentning o'g'lining AirPods qurilmasi signalini ushlaydi va uning yaqin atrofda ekanini tushunadi. Ammo signal ayollar hojatxonasidan kelayotgani uni hayratga soladi. U kimdir AirPodsni olib qo'ygan bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Avval vaziyatni o'zi tekshirishga qaror qilib, ichkariga kiradi. Dastlab hech qanday shubhali holatni ko'rmaydi. Signal esa oynaga qarab bo'yanayotgan qizdan kelayotgan edi. Li Yuna ehtiyotkorlik bilan suhbat boshlamoqchi bo'ladi. Ammo uning tabassumi shu qadar sovuq va qo'rqinchli ediki, qiz cho'chib ketadi. Shu payt qizning yigiti kelib qoladi. Qiz esa Li Yuna ortidan kelib unga hujum qilmoqchi bo'lganini aytadi. Buni eshitgan yigit jahli chiqib, Li Yunaga yaqinlashadi. Li Yuna vaziyatni tushuntirishga urinadi, ammo yigit qo'l ko'taradi. Qiz esa undan faqat uzr so'rashini xohlaganini aytadi, biroq yigit baribir urushini aytadi. Li Yuna darhol uning harakatini kuzatadi. Shu paytda Peter va boshqalar bog'da uni qidirib yuradi. Peter esa xavotirga hojat yo'qligini, Li Yuna har qanday xavfni yenga olishini aytadi. Haqiqatan ham Li Yuna yigitning hujumidan foydalanib, uni ag'darib yuboradi va orqasiga chiqib, qo'lidagi konfet tayoqchasini quloqiga tiqishini aytib qo'rqitadi. Keyin esa o'zini tutolmay, haddan oshganini anglab, uni qo'yib yuboradi. Qo'rqib qolgan yigitga konfetini uzatib, yana qiz bilan gaplashishga buriladi. Li Yuna yana qizning yuzidan ushlab, AirPodsni qayerdan olganini so'raydi.
Shu paytda Peter telefoniga qarab ketayotgani uchun uning chiroyidan hayratlangan odamlar atrofida to'planganini ham sezmaydi. Ko'p o'tmay Liyuna guruh oldiga qaytib, AirPods topilganini va qayerda yo'qolganini bilganini aytadi. Peter esa u ham aynan shu joyni o'ylaganini aytadi. Liyuna hayron qoladi. Peter istirohat bog'i juda gavjum bo'lgani uchun o'g'irlovchi odamlar baqirishi yoki shovqin qilishi odatiy bo'lgan joyni tanlaganini tushuntiradi. U dahshat uyining chiptalari sotilgan bo'lsa ham, kun bo'yi u yerga hech kim kirmaganini aytadi. Shunda hamma tekshirilishi kerak bo'lgan joy aynan dahshat uyi ekanini tushunadi. Dokko aka-ukalari endi o'yin tugaganini aytadi. Ammo Dokko Hyung Liyunaning kiyimidan ushlab yuraveradi. Peter esa attraksion oldida hech kim yo'qligidan shubhalanadi. Peter xavfni sezib, hammaga tayyor turishni aytadi. Bu gap Dokko Hyungni hayron qoldiradi. Peter esa haqiqiy vazifa endi boshlanishini aytadi. Shu onda u bu topshiriqning asl maqsadini tushunadi. Aslida ularni garovdagi bolaga yaqinlashtirish uchun o'g'irlash rejalashtirilgan edi. Hushini yo'qotishdan oldin Dokko Hyung ularga yaqinlashayotgan bir odamni ko'rib qoladi. Shu payt professor Lee Guangyu direktor xonasiga bostirib kirib, o'quvchilar bilan bog'lanishni talab qiladi. Direktor esa ularga chiqolmayotganini aytadi. Lee Guangyu Park Sang-do nomini tilga oladi. Bu ismni eshitgan direktor xavotirga tushadi, chunki Park Sang-do bir vaqtlar Shuhratning 12 shogirdi nomzodi bo'lgan, ammo boshqarib bo'lmagani uchun haydalgan edi. Lee Guangyu uning dahshatli qilmishlarini eslab qotib qoladi va direktorga bir dalilni ko'rsatadi. Shu payt chamadonlarga to'la omborda Peter bilan Liyuna ustunga bog'lab qo'yilgan bo'ladi. Sang-do ularning xloroform ishlatilganidan bilganidan hayratga tushadi, chunki xloroformdan hushini yo'qotgan odamning og'zi ochiq qoladi. Liyunaniki esa mahkam yopiq edi. Boshqa tomonda direktor professor Lee Guangyu ko'rsatgan dalilni ko'rib vahimaga tushadi. Lee Guangyu Sang-do nihoyatda shafqatsiz odam ekanini aytib, vaqtni boy bermay o'quvchilarni qutqarish kerakligini tushuntiradi. Liyuna uyg'oqligi bilinib qolganini sezib, nima qilishni o'ylaydi. Shu payt Sang-do uning bo'ynidan ushlamoqchi bo'lganida telefoni jiringlaydi. U qo'ng'iroqqa javob beradi. Professor Lee Guangyu uning ovozini darrov tanib, agar o'quvchilarning bir tol sochiga ham zarar yetsa, Sang-doni shaxsan o'zi o'ldirishni aytib tahdid qiladi.